Ongli ozish challenge'imning 6-kuni. Bugun sizlar bilan non haqida gaplashamiz. Ma'lumotlarim foydali bo'layotgan bo'lsa, like va kommentariy yozib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Xo'sh, o'rtacha bitta novvoyxonadagi 5000 so'mlik non o'rtacha 350 gram va u 900 kaloriyadan 1200 kaloriyagacha saqlaydi o'zida. Tushunishinglar uchun meni bir kunlik kaloriya normam 1300 dan 1500 kaloriyagacha. Bu degani men bitta non yesam bir kunda o'zi kunlik normamni bajarib qo'ydim degani. Shuning uchun men o'sha nonni ham gramlab o'lchab yeyishga harakat qilyapman va o'zi gramlab o'lchab yeyaverganingizdan keyin bilib qolar ekansiz necha bo'lak non taxminan necha gramligini va necha kaloriyaligini bemalol hisoblab oladigan bo'lib qolasiz. Faqat boshida sal qiyinroq bo'ladi. Lekin agar bu narsani bilmasdan ozmoqchi bo'lganlar ovqat bilan yoki choy suvga botirib ko'p non yeb qo'ysa, bu ortiqcha kaloriyaga sabab bo'lishi mumkin.